Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari, Chorva Fayz kanalimiz obunachilari. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Buvayda tumanidan sotiladigan siloslarimiz bor, shularni ko'rsatib beramiz. Inshaalloh qo'ldan kelgancha. Dehqon akamiz silosni olib bosgan ekan, chorvasiga, o'ziga ancha ko'plik qilayotgan, shuni sotamiz deb sotuvga qo'yyapti mana. 3000 qop silosimiz bor ekan. Endi mana sekin astalik bilan opa-singillarimiz mana qoplash jarayonlari ketyapti. Mana shuni hozir narxlari bilan sizlarga tanishtirib beramiz. Bugungi sanamiz 19-yanvar. Haftaning dushanba kuni 2026-yil. Hozir mana siloslar narxlarini sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Silos holatlarini qo'ldan kelgancha mana siloslarimiz maral kombaynida o'rilgan ekan. Mana ichida uncha doni ham bor. Silos holati yaxshi, mog'orlab, ko'pinay bosgan joyi yo'q. Yangi hozir yamani ochib, qoplash jarayonlari ketyapti. Mana hozir silosimizda necha kilo qop solindi qopga, holati qanaqa, narxi necha pul, hozir akalarimizdan so'rab beramiz. Yana obunachilar uchun so'rashib qo'yamiz, yaxshimisiz? Xo'p, bu siloslarimiz necha kilodan solinyapti endi? Bir qopimiz 18 kilodan. 18 kilodan solinyapti. 17 ming so'mdan olib chiqib ketyapti chetdan. 17 mingdan sheda turgan joyda 17 mingdan narxi. Hop. Ko'proq bo'lsa dastavkasini qilib beramiz. Eng necha qop olsa dastavka qilib berasiz endi buni? 100 qop bo'lsa shu necha kilometr atrofiga dastavka qilib beramiz? 5-10 kilometr atrofiga 100 qop olganga dastavka qilib beraveramiz deyapti. Mana hop, yama endi bugun ochildi mana. Bitta 10 pritsep bor ekan, 3000 qop silosimiz bor deyapti akalarimiz. Hop, telefon raqamini qoldirib qo'yamiz a? 88lik 88lik 582 582 0094 0094 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 5 kilometr atrofiga bo'lsa dastavka qilib beramiz deyapti. Siloslarni mog'orlamaganiga, holati yaxshiligiga garantiya berasiz. Ichidan chiqsa agar shu qopiga ikki bosh qo'yaveramiz. 18 kilodan hammasi tarozidan o'tyapti. Mana tarozidan o'tib, opa singillarimiz mana qoplayapti. Mana yamadan hozir ochib qoplanib turgan jarayon. Kimga shunaqa siloslar kerak bo'lsa, shu ekranda nomerlar bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Silosim tugadi, somon qimmat. Silos ishonarli joyidan bo'lsa olardim deganlarga mana shuni tavsiya qilib ketamiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana silosimizda yuklash jarayoni ham boshlandi mana. Xaridorlar keldi. Inshaalloh mana yuklab olib ketish jarayoni ham boshlandi. Manzilimizni yana bir qator eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumani O'rta Qo'ng'irot mahallasida turibdi silosimiz. Kelib ko'rib bemalol olaverishlaring mumkin. Bizni kuzatgan hammaga rahmat. Hammaga Alloh chorvasiga baraka bersin, sog' salomat bo'lasizlar.